kelgan mehmonlarimizdan sanatoriyamiz to'g'risida o'z fikrini bilsak. Bizlar Qashqadaryo viloyat Qarshi shahridan keldik dam olishga. Toshkent dengizi sanatoriyasi bor ekan. Bu dam olish maskani juda iqlimi, havosi, sharoitlari juda ma'qul joy ekan. Qanday desam bo'ladi? Sihatgoh dengizga juda yaqin joylashgan. Dengiz shamoli ufurib turadi doimiy. Ovqatlanish sistemasi juda yuqori saviyada. 4 mahal ovqat bergan bu yerda. Boshqa sanatoriyada bunaqa narsalar yo'q. Keyin yana nima deymiz? Bu yerga shunday bir jamoa shakllangan ekan. Hamshiralar, vrachlar, doktorlar, shu doktorlar hammasi muomalasi juda xush muomala. Bu yerga kelgan odam adashmaydi. O'zbekistonga eng yaxshi sanatoriyalardan biri deb hisoblayman men. Necha baho beramiz? Bu ball tizimida bo'ladigan bo'lsa 10 ball bo'lsa, shu 10 ballni hammasi shunga berish kerak. Ikkita yulduzcha ham qo'shib. Rahmat. Salomingizga gapirasiz? Assalomu alaykum va rahmatullohi hammaga. Avvalambor rahmat shunaqa zo'r sanatoriyani tashkillashtirganligiga. Okamdan hamma fikrlariga qo'shilgan holda yana qo'shimcha qilmoqchiman. Men kichkina bolalarim bilan kelganman. Ularga ham sharoitlar bor ekan. O'yingohlar, tashqarida basseyn, ichkarida basseyn, trenajyorniy zal, sport komplekslari to'liq holda, stol tennis deysizmi, keyin licheynalari, sauna, jakuzi, hamma qulayliklari bor ekan. Tekinga ekan. Hammasi ichida hozir bunga yana qo'shimcha tarzda mana shu yildan boshlab dengiz bo'yida maxsus lodkada sayr qilishni ham ichiga olgan holda bu yildan joriy qilishdi shu narsani. Juda ham xursand bo'ldik. 10 kun ota-onam ham kelib dam olib ketishdi. Juda ham zo'r. 7 yoshdan 70 yoshgacha deydimi, yosh tanlamagan holda kelishsanglar bo'lar ekan. Kechqurun ko'ngilochar tadbirlar ham, ayniqsa dengiz atrofida sayr qilib yurishga ertalab kechqurun juda ham havo zo'r joylar ekan, sharoitlar zo'r ekan. Hammalarga kelishinglarni tavsiya qilamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.